diplomlari turibdi. Bu uyg'otishda soat. Oshni mazali joyi oxirida deydi-ku. Eng mazali joyini birgalikda baham ko'ramizmi? Yana qarsiylarni balandroq chalib qo'yasizlar. Ziyoli avlod tashkiloti xalqaro tanlovlar tashkiloti tomonidan tashkil etilgan Xiva Art Fest 2026 xalqaro tanlovida estrada xonandaligi yo'nalishida Grand Prix sohibini e'lon qilaman. Albatta tashkilot tomonidan ajoyib bo'lgan esdalik, diplom, statuetka va qimmatbaho sovg'a, yana bir qo'shimchasiga bonus deydi buni. Aynan shu Ziyoli avlod tashkiloti tomonidan chet elda xalqaro tanlov tashkil qilinadigan bo'lsa, aynan o'sha tanlovga, ya'ni chet elda bo'ladigan tanlovga Ziyoli avlod aynan shu tashkilot tomonidan o'tkaziladigan xalqaro tanlovga bepul yo'llanma ham sovg'a qilinadi. Qarshi chalishga arziydi. Hayajonlarning xalasini ko'rmaymiz. Xiva Art Fest 2026 xalqaro tanlovi estrada xonandaligi yo'nalishida Anorboyeva Oysanam Grand Prix sohibi. Qarsiylarni to'xtatmaslikka arziydi. Grand Prix sohibasini olqishlab qo'yamiz. Ajoyib bo'lgan